Shunaqa joylarni ko'rib, tomosha qilishni o'zida mazza qilasiz. Fayz, tarovat shundoq ufurib turadi. Ich-ichingizdan shu uy maniki bo'lsa edi degan niyat o'tadi. Aynan bugun sizga xuddi shunaqa uy topib keldim. Lokatsiyasi ham, narxi ham sizga munosib tushishi aniq. Atrofida maktab, bog'cha, savdo markazlari, restoran, kafelar, sport zallaridan tortib o'quv markazlarigacha bor ekan va eng asosiysi masjid ham shundoq yaqinida ekan. Ikki xonasi 3 xona qilib olingan. 54 metr kvadratdan iborat ushbu joyni ko'ring. Balkonni oshxona qilib olishgan ekan. Ehtiyojiga moslab har bir burchagidan unumli foydalanishibdi. Ichidagilar ham yoqib qolgan bo'lsa, ularni ham alohida kelishib olib qolishingiz mumkin. Remont holatlari guvoh bo'lib turibsiz, a'lo darajada. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyada muammo yo'q. Kvartira gaz orqali isitiladi. Narxi esa 32900 kami bor deyilmoqda. Ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilavering, o'tib berishadi albatta. Manzil esa Qo'qon shahar Abu Tayyib Qandiy 45-dom. Mo'ljal Charxiy savdo markazi ro'parasida joylashgan. Faqat ko'rib emas, bunaqa joylarda yashab ham mazza qiling. O'zimning imkonim yo'q desangiz, unda yaqinlarga ham ilinib videoni yuborib qo'ying.